الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hörmətli qarindaşlar, biz bugün Sura Ali İmran'ın 144. ayetine keldik. Ayet davamlıq Uhud uruşu haqqında davamlaşıvatıdı. Bu ayette Allah Subhanahu ve Taala müminlərə nisbətən bir hayat prinsipi haqqında İğri dərsdən birini verib davatıdı. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم وَمَنْ ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشَّاكِرِينَ. Aldı bilen ayetinin tefsiriga kirishdan ilgari biz qisqacha bir tarjima qilsak qarindoshlar. Muhammad sallallohu alayhi vasallam faqat bir Allah'ның elchisi, bir elchi. Undan ilgirmi nurg'un payg'ambarlar, elchilar o'tgan. Agar o'lsa yoki o'ltirilsa, sizlar keninglarga yenib olamsizlar acaba? Kim keniga yenib olsa, Allohga hech ziyni yo'q. Allah bu yolda üzdüksüz yolunu davam qilgan, Allah'ның bergan ne'matlariga shukr qilib, Allah'ның o'rindig'ini qilganlarga mukofot berdi. Ularning mukofotini ularga berdi. Ya'ni sayedzillahu shakirin, ularning mukofotini berdi degan shaklda bir keldi bu oyat. Endi oyatning başida va ma Muhammadun illa rasul. Muhammad faqat bir elchi degan mazmun bilan boshlandi. Bilimiz Peygamber aleyhissalatu vesselam'nınki hammalarga tunuşluq ismi Muhammed. Ondan keyin Qur'onda Muhammaddan boshqa yana bir ismi var Resulullah'nınki. İncillardımı kelgan ismi var. O olsa yana bir ismi Ahmed. Mesela Sure Saf'nınki 6. ayetinde ve iz qala İsa ibn Meryem ya bani İsrail inni Rasulullah ileykum musaddiqan lima beyne yedeyye minat Tevrat ve mübeşşiran bir rasulun ya'ti min ba'd ismuhu Ahmed. Yani İsa aleyhisselam ben o İsrail'e hitap qilib shunda deydi. Men Allohning sizlarga aytgan elchisi, mendan ilgirgi Tevratni tasdiqlab kelgan va mendan keyin keladigan bir elchini, payg'ambarni sizlarga xo'sh bishorat shaklida yetkazib kelgan bir payg'ambar, mendan keyin keladigan elchining ismi Ahmed deydi. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın ismi Kur'an-ı Kerim'de 4 urunda Muhammed deb tilga ilinadi, bir urunda Ahmed deb tilga ilinadi. Bugünkü ayette Resulullah'ın ismi Muhammed şekilde tilga ilindi. Ve ma Muhammedun illa Resul degan şekilde. Ondan başka Sure Ahzab'nınki 40. ayetinde وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ degan ayette Sure Muhammed'nin 2. ayetinde وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ degan ayette Muhammed. Ondan keyin Sure Fethi'ninki 29. ayetinde Muhammedun Resulullah vellezine amenu vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel kuffar ruhamâ'u beynehum degan ayette yine Muhammed degan isim bilan 4 urunda tilga ilindi. Hamda Muhammed adamның xas ismi, Ahmed mu xas ismi. Normalda o'xshash ismliq ikki adam bo'lib qolsa bir o'rinda, masalan bir oilada ikki bola bor, ikkilasi Muhammad bo'lib qolsa, bir cho'qim sifat qo'yish orqali farqlantiradi. Masalan, cho'ng Muhammad, kichik Muhammad degandek xas ismning qanday ekanligini bilasizlar. Bu yerda demoqchi bo'lgan nuqta nima desa, Ahmed bilan Muhammadningki asli so'z yildizi o'xshash. Yani Arapçadaki söz yazılış kaidesi boyunca inçiklep aparsak Muhammed mu Hamide degan fiilden yasalgan, Ahmed mu Hamide degan fiilden yasalgan. Hamda kishilar ashta bir yaxshi arzu armanlarni umid qilib ism qo'yishadi. İsim qo'yishadi. Masalan, bolalarga Batur qahramon bo'lsin deb Batur deb ism qo'ydi, qahramon deb ism qo'ydi, Erkin deb ism qo'ydi. Masalan, shunga o'xshagan. Ammo bular o'zining aslidagi ma'noda normal chiqib ketib, bir odamning xos ismiga aylanadi. Lekin Aşı aslida qo'yg'uchining bir arzu umidini aks ettirdi ism degancha. Rasulullahga Muhammad Ahmad deb ism qo'yilgan vaqtida, Muhammad Ahmad deb ism qo'yilgan vaqtida cho'qim bir maqsad iroda qilingan. Ya'ni
İkkalisining yildizi o'xshashdidiq, lekin yasalgan so'z shakli o'xshamaydi. Birisi Muhammad, yana birisi Ahmad. Hamida asli ma'noda boshqalarga madhiya sana o'quvchi degan ma'noda, ya'ni sana o'qidi degan ma'noda. Muhammad mushu ma'nodan sana o'qilg'uchi, madhiyalanguvchi degan ma'noda. Ya'ni boshqalar tarafidan qanday qilg'uchi, maqtalg'uchi, madhiyalanguvchi degan ma'noda. Ahmad boshqalarga madhiya o'quvchi, boshqalarni tariflaguvchi degan ma'noda, hamda o'quvchi degan ma'noda. Ikkalisi arab tilidagi so'z yasash qoidasidagi mubolag'a siyg'alarining qatorida, ya'ni mazmunni oshirib ifodalaydigan so'z shakli. Muhammadmi boshqalardan unda favqulodda ko'p madhiyalanadigan, sana o'qiladigan degan ma'noda. Ahmad deganmi boshqalarga hamda o'qiydigan, sana o'qiydigan degan ma'noda. Bu ikkisininki normal bir shakli bor. Masalan, Muhammadning normal shakli Mahmud. Bizdagi Mahmud shu. Mahmud normal, boshqalar bir qatim madhiyalasa Mahmud bo'ladi. Ko'p boshqalar tomonidan madhiyalansa Muhammad bo'ladi. Boshqalarga bir qatim madhiyalasa boshqalarni nima bo'ladi? Hamid bo'ladi. Bizning alaqa o'zgartimiz ya, biz ismlarni Hamud deymiz ya, shu. Hamid bo'ladi. Boshqalarni uzluksiz ko'p hamdu sana madhiya o'qib tursa, bunun bo'ladi Ahmad bo'ladi. Ya'ni sizlarga texmo tushunishli qilib desam, Muhammad boshqalar tomonidan madhiyalanadigan ma'noda, Ahmad boshqalarni madhiyalaydigan ma'noda. Ya'ni Rasulullohda ikki ish bor. Birisi Allah subhanahu va taala tarafdan madhiyalanadi Rasululloh, yana birisi Allah subhanahu va taolani hamdu sana bilan madhiyaydi Rasululloh. Ya'ni Rasulullohga Allah subhanahu va taala ikki xil xislat ato qilgan. Birisi Allah tarafidan tanlanish, yana birisi Allah uchun hayotida kurash qilib, jihad qilib qana qilish, o'tish. Buning bilan Allah tarafidan tanlanish bilan Rasululloh nim bo'ladi, Muhammad bo'ladi. Allah tarafidan madhiyalanadigan bir kishi bo'ladi. Allah yo'lida jihad qilish, hayotini bu ummat uchun sarf qilish, Allohning dinini yetkazish uchun sarf qilish bilan Rasululloh Allohga hamda aytuvchi, Allohni madhiyaliguvchi bo'ladi. Biz Rasulullohninki bu ikki tarafining oldidamiz. So'ng Rasululloh bir hadisda İmam Ahmad, Muslim, Abi Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisning ichida deydi, ana Muhammad va Ahmad deydi. Men Muhammad va Ahmad deydi. Endi gap Uhud urushi haqida ketayotgan bo'lg'achqa, yana Uhud urushining ichidan bu mazmunlarga munosabatli ko'rinishlar ko'z oldimizga keladi qarindoshlar. Kallimizga shu keladi. Aslayli shu o'qchilar tog'dan tushib ketgan vaqtida mushriklarning hujumi qattiq bo'lib ketdi musulmonlar sepiga. Sahabalar bu yoqlarga qochqildi. Müşrikler Resulullah'ı şu kadar yupurilib keldiki, birisi bir taşdan birini elib Resulullah'ı taşlan urdi. Resulullah'ın tishi şu vaqtda sunib ketdi. Resulullah'ın mangziga tubulg'isining bir tumiri kirib ketdi mangziga. Qon eqiyotidi. Bir Qur'on tashining ustiga chiqay debmi chiqamog'idek holatda Rasululloh shu vaqtda. Şundan qana qildi Rasulullahning ostiga Talatni Ubaydulloh kelib, o'zining mo'risini tirab, bunda turib berdi, o'tirib berdi. Rasululloh shuningga tirab, shuningga dasab, alaqa Qur'on tashini ustiga. Bularning hammasi ko'z oldimizga Rasulullahninki insoncha ko'rsatgan tirishchanliklari keladi. Ma Rasulullahning yuqoridagi davatqa ahvollarimizning hammasi insoniylik. Hech qanday sirtning kuchi yo'q bunda, alaqa. Ya Cibrail kelib Rasulullahga yardım. Resulullah'ın hemmesi boğan ahval. İçinden tökülüp ketişi, mağzininki pişanesiga, dubulğunun mağziga, dubulğunun tümürlerinin kirip ketişi. Bunların hemmesi insanlık alahidliki, Resulullah'daki insanlık, tirişçallık, insanlık cihadının bir şekli. Resulullah, Allah özünün Resulünü bu işlerden saklap kılışqa, himaye kılışqa qadir emasmettir. Tabii qadir. Ama Allah Resulullah'ını hürmetle avadıdı. Allah özünün Resuluğa cihatның, tirişçallıqның, Allah yolunda ko'rsatgan japa mushaqqatning huzurunu his qildiryotdi.
Qanaqdır müminlərə Peyğəmbər əleyhissalamni ulğumunda bir büyük şəxs, katta şəxs, müminlərdən fərqliq məsələlərini şəkildə göstərmək, müminlərə oxşaş. Bir ülgə nəmunu buluduğan. Xuddi müminlərə oxşaş cihatның təmin etdiğan, Allah yolunda tirişçilik görüşün təmin etdiğan ma şəkildə ortağa bir görünüş çıxarmaqçı. Bilimiz cəngdə həməsi qaçdı Uhud cəngdə. Məğlubiyyətninki istidəkləri müminlər sepigə yupurilib kelatıdı. Əbu Ubeydə ibn Jarrah radiyallahu anhu Resulullah'ın qışqı barıdı şu vaqtda. Qarasa Resulullah'nınki mənzigə yəni yüzüge eləqi dobulğununki savutluğumu eləqi tümrüsü petib ketken. Abu Bakr radiyallahu anhu bu tümrünü çıxarayı deyip mi çıxaramadı. Resulullah ağrıq azabı qatı qop ketdi. Şunu olan Abu Ubeydə radiyallahu anhu toxtapdı Abu Bakr'ı. Mağa qüvvət deyip gelip қолды тасы ағырып кетмесін деп, өзінің тіші өлән тішілеп тұрып, Resulullah'ның yüzüден хеліқі халқыланы бір-бірлеп таатты. Таатыс жариянында Әбу Убейдінің ішке тішіп кетті. Çünkü Resulullah'ны асырап, үзі бәк қаттық тішілі доғай тішіп кетті де. Resulullah bu haqda nima deydi? Har qanday bir ummatning eng ishonchli odami bo'ladi. Bu ummatning eng ishonchli odami Abu Ubeyda dedi. Resulullahning qini iqvatidi. Fatima radhiyallohu anha bir parcha bo'ri parchasini kelib köydürüp shuni bilan jarohatni tangan bo'ldi. Endi bularning hammasi Allah subhanahu va taala Resulullahni bu xil cihat huzuridan Allah yolda tirishchilik ko'rsatib, Allah uchun yorilanish, Allah uchun azoblanishning huzurini Resulullah ko'rsatdi. Resulullohni bundan mahrum qilmadi. Anas ibn Nadr kelib sahobalarni tap Ömer ibn Xattab, Talha ibn Ubaydullah hammasi bor. Qurollarni tashlaqliq. Nima bo'ldi? Resulullah o'ldirilibdi. Şunu bilan Anas ibn Nadr keldiki, Resulullah o'ldirilgan bo'lsa, biz yashab nima qilamiz? Resulullah o'lgan yo'l bizmi o'leli? Şunu bilan düşman tarafga yuzlandi, urushib shahid oldi. Bularning hammasi mushu sahnalarning hammasi Uhud urushida shakllangan sahna. Yani وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ degan ayet bizga nima deydi buni? Bizga anlanglar, Muhammed faqat bir elçi. Sizdan ortiq tarafı faqat bir elçi. Muhammed vazifasini elçilik. İsa alayhisolamdan keyin kelgan ammo inson. İnsanlık noktası bizga alohida tasvirlanyotdi. Deyotdiki, o normal inson. İlgirki peygamberlerge o'xshash inson. İlgirki peygamberlik ketgandek uni ketadi bu dunyodan. O'lishi mumkin, o'ltirilishi mumkin, ama o'lib yoki o'ltirilsa, keninglarga ajaba yeni olamsizlar. İlgirki peygamberlarning agashkitlari yeni olganmi? Sizlar nima deb yeni olasizlar ular yana? Hamda shu agar shunda ahvol yuz berib qoldi deyli, Rasulullah o'lib ketdi deyli, Resulullah epkegen bu kadar yaxşılık, bu kadar hakikat Resulullah'ın ölüp ketiş ölen belli ölsün mu? Sizler ona devam kılacak ahvalınlar yok mu? Bir insan bir yaxşılıktan birini kıldı, çoğun bu yaxşılık kıyamet kadar devam kılışı gerek. Bu halde manda bir ahval var şu. Bazı müstebit hakimler yani ne diyeyim de zalimler özünün orunluğa layık birovni ko'rgan amallam yo'q qiladi. O'zi icha o'zi mangu qiladigandak. Buning nihoyatda nima bo'ldi desanglar, bu o'lgan vaqtda buning taxti, toji taxti vayronlan bo'ldi. Chunki o'rniga izbasar yo'q. Atrofida o'ziga izbasar bo'lgandek odamning yetishishni xohlamaydi. Menda oyat davotidiki, unda emas, masala dal tam buning aksicha. Resulullah ölgen takdirde yoki o'ldirilgan takdirde etrafida bunun ipkegen işini, davasını, yo'lini davom qilgudek holinglar yo'qmi deyotdi Qur'on. Acaba keninglar chekilib hammas tugamdi shuni bilan? Unda olmaslik kerak deyotdi. Qaranglar, oyatning uslubiga "Va ma Muhammadun illa rasul" bir xil xoslik uslubi qo'llandi. Faqat va faqat payg'ambar bu.
Başqa alohidlik yo'q degandek, ya'ni Rasulullohning kesildan alohiдлigi bir payg'ambar. Nimishqa bu gapni qiladi Alloh subhanahu va taolo? Chunki Rasululloh bilan birga yashayotgan sahobalar ba'zi shunda o'ylab qolganki, Rasululloh o'g'anliqqa tufaylidan xuddi o'lmaydigandek. Alloh bu yerda prinsipni o'tirib chiqardiki, hamma o'ladi. Payg'ambar o'ladi, boshqalarni qanday qiladi? O'ladi. Hatto Umar radhiyallohu anhu hamma bilan bilamiz. Abu Bakrdan qapqas ummatning eng yaxshi kishisi, safruhi va Allah'ның nurgun vahiyleri Umar radhiyallohu anhu'nun fikriga uygun kelgan ahvol va ilhom sahibi. Mushu Umar radhiyallohu anhu Rasululloh vafot etib rasmiy oxir hayotida Allohning dargohiga ketgandan keyin nima dedi? Alloh bilan qasamki Rasululloh o'lmadi deyapti. Munofiqlarning qo'l-putlari kesilgan qadar o'lmaydi deyapti. Bu nima desa, ichidagi dard, alam, yoki zihnidagi bir xil Rasulullohga nisbatan favqulodda ishq, muhabbatning ta'siridan da'vatidi buni. Shuni bilan Abu Bakr radhiyallohu anhu nima dedi shu vaqtida? Kim Allohga ibodat qilsa, Alloh tirik o'lmaydi. Kim Muhammadga ibodat qilsa sallallohu alayhi vasallam, Muhammad alayhisalom o'ldi deb kelib, "Va ma Muhammadun illa rasul" degan oyatni shu vaqtda tilovat qildi oxirigacha. Umar radhiyallohu anhu shu vaqtda dediki, "To men mushu oyatni hozir anglagandek lan bir xil hissiyat oldim" deyapti. Yani kallı zihnida Rasulullohga bo'lgan ishqi, muhabbatning cho'nkirishining favqulodda ishib ketganligi tufaylidan ayet mi Resulullah Ömer radıyallahu anhu'nun kalısını kemigen gepte. Şundan keyin aytsa musulmonlar Resulullah vafot etgandan keyin musulmonlar Abu Bakr radıyallahu anhuga be xalifalikka bayat bergandan keyin Umar radıyallahu anhu dedi, "Men tunikin bir gapni qilib ekanman. O ish asli men degandek emas. Bayatdan degan gap shu. Men o degan gapimni hech Qur'ondan topolmadim. Yani mening deganim xato ekan demakchi yani." Umar radıyallahu anhu o'zining xatoligini qanday tushunayotdi deydi. Davotudi gapining oxirisida men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamninki yashab eng oxirida, ya'ni biz hammalardan keyin dunyodan ketishini umid qilardim. Ammo Alloh subhanahu va taolo o'zining payg'ambarini tanlabdi. Bizdan o'ziga tanlabdi. Alloh yaxshi qilgandi degan mazmun bilan qana qildi gapini oxirlashtirdi. Deb gapining oxirisida mana ma'o Allah unulan o'zining rasulini to'g'ri yo'lga boshlagan kitob, buni sizlar chang tutinglar, shundan to'g'ri yo'l topsizlar. Xuddi Rasululloh to'g'ri yo'lga yetaklangandek deb shu gapni qilgan bir gap bor. Endi mishada mushu voqealiklar bizga ikki bir ishni bizga oydinlashtirib turadi. Birisi sahobalarning Rasulullohga bo'lgan ishqi, muhabbati. Yana birisi iymon masalasi. Ishqi, muhabbat bizni imanның mustaqim yo'lidan chiqarib olmaydi. Umar radhiyallohu anhuning bir gapi bor ya, Abu Bakr shu oyatni tilovat qilayotgan vaqtida mening ikki putim meni ko'taramay yemay yiqildim deyapti. Ya'ni bu yerdagi "Va ma Muhammadun illa rasul" degan oyatning mazmuni ey mu'minlar, sizlar qanchalik yaxshi ko'rib ketinglar, qanchalik cho'ng ko'rib ketinglar, Alloh ko'targandan yuqori ko'tarmaydi demakchi. Sizlarning farqi payg'ambar xolos. Qolgan jihatda Rasulullohning insonligi va yashaydi, o'ladi. Ammo haqiqat o'rtada qilish kerak. Haqiqat bo'yicha davom qilish kerak. Rasululloh o'ldi deblar, keyiniga chekinib olish asla to'g'ri emas. Oyatdagi yanqalib ala aqibayhi, kimki keyiniga chekinib oladiganligi yanqalib bir necha xil ma'noni o'z ichiga olishi mumkin. Shu Uhud urushiga qarsak, Uhud urushida bir urushda qo'mondan o'lgan hamollam keyiniga chekinish ma'nosini o'z ichiga olishi mumkin yoki dindan chekinib olish ma'nosini o'z ichiga olishi mumkin. Dindan chekinib olish qo'mi nima degan gap desa, shu ahvol yuz bergan vaqtida shu musulmonlarning ichida ashta bir g'ulg'ula ahvollari, bularmi munofiqlar bilan iymon ojizlarda ashta bir xil tashvish ahvoli qana qilingan, shakllangan. Bunga qarata mengishimi mumkin. Hamda oyatda bugungi oyatda afa immata aw qutila, o'lsa yoki o'ltirilsa deb bir gap bor. Yani bir ayette Sura Maidede "Vallahu ya'simuka minan nas." Allah seni kişilerden saklaydı deb bor. Hamda Allah seni saklaydı degan ayet kim tushgan bo'lsa, o tamam masala chiqmaydi. Oldida tushgan bo'lsa, ikki oyatni qanday tushunamiz?
Allah seni saqlaydı deb va'da bo'lgandan keyin ölse yoki o'ltirilsa degan ifoda nima desa, shu vaqtdagi sahobalarning shu jang maydonidagi his tuyg'usini ifodalasa kerak. Chunki u bir jiddiy paytlarda hech kimning kallasiga Alloh seni saqlaydi degan oyat kelmasligini unutib qolishi mumkin u yerda. Masalan, buning isboti shaklida Rasulullohning o'ylab xabari shunday kelibdi, hammasi qochdi masalan. Umar radhiyallohu anhu hatta afa immata aw qutlagan oyatni qanaqib qoldi, unutib qoldi masalan. Unutib qolish shu nuqtadan bu yerda ifodalanayotgan bo'lishi mumkin. Andan keyin gapimizning o'ziga kelsak. O'lsa yoki o'ltirilsa, siz chekinib olamsizlar deganni bir mazmunda biz jang maydonidagi jangdan keyingi chekinishga qaratdik. Yana bir jihatda iymondan chekinish masalasi. Bu nima desa, masalan, Ubay ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul munofiqlarning 5i Rasulullohdan 3dan 1 askarni olib keyniga ketdi. Bu bir eng chekinganlarningki 5'ida keladigan bir guruh bor. Undan keyin ikki guruhning vaqaligi keldi, qaytib ketilmi ya deb bo'liblam Alloh subhanahu va taolo bularning qalbiga sabitlik ato qildi. Yani o'zining yo'liga qaytib darro Rasululloh bilan bir maydonda jangga kirdi. Bu ikkinchi daraja bo'lishi mumkin. Tavrinib qilishninki. Undan keyin jangga kirib bo'lgandan keyin o'qchilninki o'zining o'rnida turolmay pastga qanaqib ketgan ahvoli, tushib ketgan g'animatlarni ko'rib bundan aniqi o'zini tutib ololmay tushib ketgan ahvollari bor. Bu bir oyatdagi aniqi keyingi chekinish ahvolini bizga tasvirlab bersa kerak. U o'qchil tushib ketgandan keyin o'qchilning boshlig'i Abdullah ibn Jubayr shu vaqtda keskin Rasulullohning buyrug'ini ijro qilishi chang tudi, tushmadi, qolganlik gapini anglamay tushib ketdi. Shuning bilan bo'lgan ish bo'ldi. Nurg'unlari shahid bo'lindi, musulmonlar keyin tarafdan qanday qilindi, hujum qilindi. Dal shu undan keyinki yana bir bosqichliq yuz bergan masala Rasululloh o'ltirildi deb xabar tarqalgan vaqtida shu o'qchilar ve bir kısım kişiler jangdan qaçtı. Hatta Rasulullah "O ilayya ibadallah" deb chaqirib qolib qoldi keyinida. Mana bu maydondagi bu ko'rinishlarningki hammasi bizga Alloh subhanahu va taolaninki bu iymon sepini birdan qandoq pokizlig'anligini tasvirlab beryapti. Munofiq xarakterli kishilarni Abdullah ibn Ubay bilan bir tozladi. Ikkinchi qatim ikkilinib qolganlarning masalasi, o'qchilarning masalasi, g'animat yugaganlarning masalasi, Rasululloh o'ltirildi deb xabar tarqatgan vaqtda qanaqagan qochqanlarning masalasi, bu hammasi iymoniy tozalash. Har kishining maydoni, mavqesi o'rtaga chiqdi. Kim qanchalik, kim sabit mustahkam turalaydi, kim qochidi oshkor bo'ldi. Ya'ni Allohning manhajiga xiloflik qilganlar rasvo bo'ldi. Mashta bir maydonlar o'rtaga kelmasa, hammadan taqvo bo'lib, hammadan da'vogar bo'lib, hammadan men degan eng mo'ch qildig'in deb ketaveradi. Hech kim farqlanmaydi. Mana mashta o'rinlarda andan keyin kimning qanaqligi inib o'rtaga chiqadi. Endi mushu vaqtning o'zida bu yerda nurg'un bir ibrat savoq darslar bor edi emasmi? Shu ibrat savoq darslarining birisi Rasululloh shu vaqtning o'zida insoniy nuqtadan, jismoniy nuqtadan en tuen halaqa chiqib qolgan vaqt. Hatta bir toshning ustiga chiqamog'idek darajada. Abayatında dedik ya, Talha Rasulullohni tirabma uchiga dasitib chiqirib qo'ygudek bir darajada. Mushu holatda Alloh subhanahu va taolo Rasulullohdagi iymon kuchini, o'zining Rasulga bergan nusrat kuchini ko'rsatishni iroda qildi. Eng ojiz holat. Qanday iroda qildi? Qurayshlarning ichidagi nəhayət zalimlardan birisi vatdı. Şu burun Resulullah'a təhdid salatdı Mekke'deki vaqtlar. Şu vaqtda Rasulullah nima degandi? Men seni o Rasulullah'ni öldürmen deb təhdid salgan. Rasulullah men seni öldürmen degan şu vaqtda Mekke'nin özüdə. Endi aqli jihatdan o'ylanib baqsaq Rasulullah maşta ig'ir yaralangan. Badaniga nimalar dubulg'i saatlarning halqalari bitib ketgan alamog'idek darajada. Taşılan başqalar urup Resulullah'ın işke çişini düşüyotgan bunda bir taşning ustiga bunda bir igizoq yerga chiqamog'idek bir holat kelib qolgan. Resulullah'ning bir adamni urup yiqitalishi, o'ldirilishi normal bizning insoniy nuqtadan mumkin emasdi. Ammo Alloh o'zining rasulini qanday kuchlantirganligini bizga ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi-da.
Bu zalim, Qurayshning zalimlaridan bu zalim Ubay ibn Halab. Jumahi. Bunun nayeti izil bir etivatdi, kuchlik etivatdi. Rasulullah deydi bu, men ma atqa her kuni manchilik qo'noq yoki manchilik mana narsa berib boqaman buni. Nimishqa mush otlasini o'ltiraman degan mazmunda ta'tis salat. Rasulullah deydi-ki, o'zining Robbining o'zini tashlab etmaydiganligiga to'liq bir ishonchi qilgan iymoniy so'zning birini qilganki, men seni o'ltiraman Alloh xolisi degan. Jangda bular dastlabda ko'rishmadi. Rasulullah kuchlik normal vaqtda Rasulullah bilan uchrashmadi. Ammo Rasulullah eng ojizlanib chiqib qolgan vaqti keldi bu. Rasulullah yaralangan, qon eqiyotgan, bir qopab mang'udek holi yo'q, vaqtda keldi. Muhammad nada sallallohu alayhi vasallam. Endi mening qulamdan qutulolmaydi. Kishilar dediki, "Ya Rasulullah, sening o'rningga boshqa birisi men deb chiqsinmi?" Rasulullohga to'xtab turinglar. Bu yerda Rasulullahning maqsadi kuch bilan qarshi turish emas uningga. Ammo Rasulullah bu yerda shuni aniq bildiki, Allohning Rasuli qattiq ojiz holatda ekanligini bilib qopti u. Dal mushu vaqtni tanlab ojiz paytda bir taraf qilib olay deb kepti. Buni Rasulullah tushundida Rasulullah Qur'onini oldi. Qur'onni olib Ubay ibn Halabni birini urib Qur'onni tagdi uningga. Atning ustidan shu xohlagan paytda yaga tushdi. Nolan uning hamrohlari Ubayninki hamrohlari, "Voy, ishim bo'lmabdi. Azroq suvib tutma Qur'on. Cho'ng ishonmabdi" dedi-da. Ama öldü o kim? Bununla Allah'ın gazabı düşken insan bu. Resulullah'ın en aciz halinde öldürüldü bu Resulullah'ın kuluyla. İbn Abbas radıyallahu anhu rivayet kılıp deydi, Allah'ın gazabı Allah Peygamber aleyhisselam öldürgen kişiye katı kuludu deydi. Öz kullan öldürgen kişiye. Bu bir. İkincisi, Allah'ın Resulünün yüzünü kanğı buyugan kişilerge Allah'ın gazabı qattiq ulu deydi bir hadisda. Dal mushu Ubay ibn Halab degan badbaxt Allohning g'azabiga yo'liqqanlarning birisi. Bu qanda oqibatni oxirlashdi bu hayotda desa, bu kuchliroq vaqtda emas Rasulullohning qo'lida. Eng ojiz bir Rasululloh o'zi o'lib turamog'idek holatda Rasulullohning qo'lida o'ldirildi. Bu bununla nisbeten naydi bir ahanet, naydi bir xarlıq, Allah'ın özünün Resulünü başqalarının aldıda qana qilishi, güçlendirgenlik, əməli ifadenin qana qılınış bir yerdə görülmüş. Qarab baxsaq, Resulullah'a qarşı çıxan bu kişiler, meyli qavm olsun, Resulullah'ın yürürkeden aqide noktasından qarşı çıxan emas. Resulullah'ın rasulluğunu qana qıldıqlar bilidi. Allah'ın dini yetkizotqanlığını bilidi. Hatta Kur'an'da bularning bu ahvoli hikoya qilindi sura Namlda 14-oyatda "Vajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwan." Bular inkor qiladi, lekin ko'nglida jazm qiladi. Rasulullohning ras payg'ambarligini, Allohningki dinini yetkazayotganligini, da'vatni rasul bilan qilayotganligini biladi, lekin inkor qiladi, o'ziga o'zi zulm qilib, yo'g'onchilik qilib. Endi bu yerdagi jazmiyat nima? Jazmiyatning ifodasi qanday? Ya'ni kuffarlar Resulullah'ın Resulullah'lığı qana cazmiyet qiladi desa, Ubay bayatdan o'ldirilgan Ubayning hamrohlari, "Voy, baq qo'qab ketma, Resulullah'ning qilichi bilan bir niyat bilan malaqqa yaralandi emasmi? Shu vaqtda aniga tasalli berib, sen qo'qab ketma, shuni ham suratib emasmi Qur'on, cho'ng ish yo'q" degan vaqtda Ubay nima deydi? Qasam qilib turib, "Agar menga tekkan zarba ahli Hijozga tekkan bo'lsa, hammasi o'libdi odamlar" deb ma o'zining og'ir azobining, o'zining ahvolining ne qadar ig'ir ekanligini ona tasvirlab o'tdi. Ammo yana Ubayninki atrofidagilar uningga tasalli berib nima deydi? "Yo, hech qisi yo'q, oddiy bir surkilish, shunday tingib qo'ysa nima?" Lekin Ubay shu vaqtda nima dedi? "Alloh bilan qasamki, men uning meni o'ldirib qolganini bilatdim" deydi. Ubay shu vaqtda nimishqa? Chunki u Makkadagi vaqtda Allah xolisa men seni o'ldiraman degan o aşı gipiga asasen meni bir tükürüp koysa men o'lab qolatdim. Mashta bir demek mush gaplarning hammasi nima desanglar, mush Ubayning ko'nglida Rasulullahning haqiqiy Rasululloh ekanligi, Allohning elchisi ekanligi bo'lgan bir ishonchisi. Amaliyotda Makkaga qaytish yo'lida o'ldi Ubay. Endi Rasulullahdan yuz bergan bu ahvol eng ojiz holatda yuz bergan. Allah en aciz haleti Resulullah'ınki, Quraysh'ninki
eng yo'g'on odamlardan birini o'ldirishni Rasulullohga taqdir qildi. Bu nima desa, aslida insonning moddiy ahvoli hech Allohning yordami bilan aloqasi yo'q. İnsanın maddi gücü, maddi insanlıkның Allah'ın qalbisi bilan hiç alakası yok. Allah özünün Resulünü en aciz halette güçlendirip yardım beriş arqılıq bu haqiqatni bizga qanday qo'yatdi, tushuntirib qo'yatdi. Bu olsun Allah subhanahu wa ta'ala'nın her daim öz qo'shiniga nisbatan qoyim, qayyum ekanligini bizga bildiradigan bir dalilning qatoridan. Normalda agar tarix qarab baqsaqmi, en güzel görünüşlü nerede desanglar, Müslümanlığın sepi en aciz, meyli san cihette, teyarlık cihette, düşman en güçlük, muşu vakitte Müslümanlığın galbi kıldığın görünüşü en güzel görünüş. Normalde adam güçlünüp, düşmanlardan san cihette, teyarlık cihette, yukarı orunda turup, galbi kılsa, normal insanlar güçlük olgan diken galbi kıldı deydi. Güçlük olgan diken galbi kıldı deydi. Yani Allah'ın yardımı ifatlanmaydı. İnsanın kallısında. Ama her daim kanuniyet, Allah'ın kanunu şu ki, mümin sep, madem bu yoldan çetnemesilam, menhecden çetnemesilam, prinsipten çetnemesilam, en aciz, en tuan halette düşmanlar üstün kana kılıdı, galbi kılıdı. Mana bayat ödep ötken kısıda Allah'ın Resulü en aciz, en yarlanğan, Qopqudek hali yok halette Qurayshning zalim tağutlardan bir tağutni öldürdü mesela. Ondan keyin Allah subhanahu wa taala Rasulullahga o'zining Allohning elchisi ekanligiga bo'lgan ishonchisini oshiradigan nurg'un mo'jizalarni berganlik. Bu yuqori bayatmi degan nimadan boshqa. Masalan Rasululloh shu jangga chiqqan vaqtning o'zida jangda nima ishlarning bo'lganligini, oqibatning qanday bo'lganligini hammani biluglik. Rasululloh Hakim Mustadrakda Abi Hurayra rivoyat qilgan bir hadisda deydi Rasululloh, men Uhud kunini ko'rganman deydi Rasululloh. Zeminda, etrafımda Cibril'den başka hiç kim yok. Cibril on tarafta, Talha sol tarafta. Muşu şunun özü bu canının ahirki neticesinin ahvalının qanday bo'lganligini Rasulullah'a aldıdan bildirib bo'lgan. Canının ahvali Rasulullah'a ko'rsatilib bo'lgan. Hamda Rasululloh shunda bo'lsimi bu jangga keldi. Nimishqa desa şunu ifadeleş çünkü Allah cengi kirişten ilgili Resulullah'a bir imanit gücü bir bo'lgan. Resulullah neticeni körep durup bilip durup kirdi bu cenge. Resulullah şunu köydü mesela. Kişilerin ne bulduğanlıkını köydü. Hatta can meydanında ölüklerinin birisinden kaşığı geldi. Canın ölükleri yuyulmaydı hem de. Şehitler yuyulmaydı. Normalda yuyulup defne kılındığı adam şu normal ölgen adam buludu. Şunu olan aş ölüklerinin birisinin, yani şehitlerinin birisinin kaşığı kelip deydi. Ma qirindişanlarını malaike qana qildi, yuyundurdu deydi. Yani bu Hanzalati ismi. Yani bu yerda normal jangga kirishdan ilgirki qoidadan Rasululloh qana qildi, chiqdi. Rasululloh shu xabarni qana qildi, sahobalarga yetkazdi. Normalda men bir nokta var, inchki noktadan birisi qarindoshlar. Elektrib o'tmayman. Shahidlar yuyulmaydi. Ama Rasululloh Hanzalaning ishiga kelgan vaqtda malaikalar yuyuvatdi dedi. Shahidlar yuyulmaydi ya, Hanzala yuyuvatdi. Yani azraq birlikte normal ahvaldan sırtqa çıktı mıydı Rasulullah? Nimişqa? Bu mesele kin aydınlaştı. Qanday aydınlaştı? Rasulullah Medine'ye qaytgan vaqtida ahlidan so'radi. Hanzalaning ahvoli qanday? Chunki Rasululloh o'zi chaqlab bir narsa demaydi. Rasulullohning og'zidan chiqqanning hammasi vahiy, Jibril xabar berdi. Shahidlar normalda yuyulmaydi. Hanzalaga kelgan vaqtda Rasululloh yuyuludu, malaikalar yuyuvatdi deb xabar berildi ve sahabalarga xabar berdi. Meselenin tegi qanday bo'lsa, bütün shahidlar yuyulmasa, Hanzalaning malaikalar yuydu. Bu nima ish degandan keyin Madinaga qaytgandan keyin oilasidan so'radi. So'g'andan keyin bildi meselening asli xarakterini. Ya'ni Hanzala to'y qilgan, jangga chaqirilgan kunlarda to'y qilib
ayoli bilan shu kunni o'tkazgandan keyin jangga chaqirilgan. Jangning jiddiychiligi buningga yunishga fursat bermaganda jangga junub beti ketgan. Shu vaqtida Payg'ambar alayhisalom malaikalarning nima uchun Hanzalani yuyayotganligini shu vaqtda tushundi. Yani bu xabarni Hanzalaning ayolidan angladi. Yani bu endi yana bir guvohlik qarindoshlar. Yani Allah subhanahu va taolo en aciz holatda o'zining payg'ambaridan qana qilmadi. Yani mu'minlardan voz kechmadi. Bu yerda hammasi jangda bo'lgan hamma ish Allah maqsadlik o'rinlashtirgan, hikmat bilan o'rinlashtirgan bir ish ekanligi bu yerdan qana qilib turdi, chiqib turdi endi. Endi Payg'ambar alayhisolatu vasallam bayat deganimizdek Allah subhanahu va taolo Rasulullohning Rasululloh ekanligini, Allohning payg'ambar ekanligini tasdiqlaydigan nurg'un mo'jizlarni bergan. Masalan, ilgari Rasulullohga sahobalar kelib, "Ya Rasululloh, Jabir ibn Abdullohning bir yahudiyda qarzi bor ekan. Mushu hosul aladigan chaqqicha muhlat beribdi ekan. Bu yillik hosul obdan bo'lmay qopti, xurmalar bo'lmabdi. Endi bak ching turib olgandan keyin kechik tupirish haqida Yahudiga gap qilsang deganki Rasululloh bir Yahudidan talab qildi. Vaqtni biroz so'zdi. Yo'q dedi. So'z dedi, yo'q dedi. 3 qitim degandan keyin rad qildi-da. Rasululloh nima dedi? Jabirga, "Tamam Jabir, menga beg'inga borayli. Meni beg'inga ibba" dedi. Rasululloh berib shu xurmaning ichini bir qur aylandi. Ondan keyin Jabir o'tiradigan manda bir karvatdek yerga berib o'tirib yatdi, dediki Jabirga "Uza xurmangni, qarzingni ado qila" dedi. Jabir shu vaqtning ahvolini tasvirlab davotida "Badim" deydi. O'zdim Bileverdim Yahudiga, üzdim, bədim, qarzim tügüdü, axırısı eşib qaldı, heç qanday qarzim qalmadı deydi. Şu vaqtda Rasulullah dedi ki, "Əşhədu ənni Rasulullah." Yəni mən Allah'ın elçisi ikənligimə guvahlıq verirəm. Yəni Allah subhanahu va taala peyğəmbərininki haqiqiy peyğəmbər ikənligini izahlaydigan nurgun möcüzələrini bu şəkildə Rasulullah'a bildirgəndi. Yahudi Rasulullah'ın şəfaətiga onmadı. Amma Allah özünün Rasuluğa Allah'ın Resulü işkellikinin ta'kidlediğin delil paketlerini berdi. Məştaq bir aciz vaqtlarda, qısılğan vaqtlarda, zaten heyleydiğin vaqtlarda Allah her daim o Allah'ın Resulü işkellikini ta'kidlediğin delillerini qanaqlay bir vaqtda. Bir candaki güçlük bir düşmanın en aciz Resulullah'ın qolda ölüşümü şunun birisinin qatarında. Hatta yeni bir mesele. Resulullah'ın ismi Muhammed haqqında ketyapmiz ya biz bayatdan. Medhiyelengücü degan ma'noda Allah subhanahu va taolo o'zining hikmati bilan mushu ismni tillatmadi. Ya'ni Makka mushriklari Rasulullohni Muhammad degisi kelmay, chunki Muhammad degan go'zal ism emasmi? Medhiyelengücü degan. Bunda degisi kelmay Muzammam deb ataydi. Va o'z orasida tillasa Rasulullohni Muzammam anda qildi, Muzammam bunda qildi deb tillaydi. Rasululloh buni olmasa kulatdi. Nima aytdi? Ko'dangmi? Ya'ni Abi Lahab'ın ayarlaştığı bir şiir okup dikenç. Muzemmen asayna. Ve emrahu abayna. Ve dinahu qalayna. Biz muzemmemni gibini anlamadık. Asiylik kıldık. Dinini taşlık ettik degen mezmunda bir şiir okugandan keyin Rasulullah külüp durup nima deydi? Qara, bular Muhammed degen ismini tillamay, başqa ismni, yani muzemmemni qanday qilyotdi, tillayotdi. Allah bir hikmet bilan şu Muhammed degan ismni mo hatta tilliqla qo'ymoqlik qildi. Bir qatim Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan Ka'baning qishda o'tiribdi. Şu Abi Lahabning ayoli Rasulullohni izlab keldi shayga. Faqat Abu Bakr bilan ko'rdi. Qishda Rasululloh var. Abu Bakr dediki, Abu Bakr asma hamroying qanid. Anlasam meni ayıpleptimiş, həcvə qıttimiş. Tef qalsam, muş taşıdan ağızlı salama. Mən degan ərəblərinki ən şairisi bir munç gəpilini qıb getirlikdə. Muşlarının həmmisi Resulullah'a birilgan nemo möcüzə. Şu vaxt Resulullah nəmdəydi şu vaxtda qarmamızlar, hayran qalmamızlar. Allah subhanahu wa ta'ala Qurayşning əziyetini məndin qaydırıvatıdı. Bula Muzammam da bir ismini tillayotdi. Muzammamga la'nat qilyotdi. Men bo'lsam Muhammad.
Demek ular ismini özgertip, ismini digizkenmey, başka ismini özgertip tulaş arkalık başka isimlerini kanakvadıdı tille deyini. Muhammed diyen isim hatta tıllanmadı. Allah subhanahu wa ta'ala bu kadar möcüzlerini ataqıvadıdı deydi. Yani Resulullah'a ölçmellik kıvıçlarının eğizdi mi hatta? Resulullah'ın ismi Allah'ın iradesiyle kanaklanıp kaldı, sakınıp kaldı. Bular tıllısa Muhammed'ni tıllamay, Muzemmem'ni kanakvatıdı, tılavatıdı da. Hem de Uhud uruşu da, gepimizde kayıtıp gelsek, yüz bergen ehvalının hemmesi Resulullah'ın sahabelerinin birinci terbiye meydanı meşk olgan, Resulullah'ın Allah'tan bu dinini sağlam yetkiziyotganligining bir delil süpütüdü bolgan. Jang umum ahvalda şunu bizge gavurlandirib tasvirlab beradi. Yani biz jangga qarasak, şu Uhud'dan keyingi janglar geldi. Resulullah'ın hayatida Bedir'den başlandı urush, ikincisi Uhud, ondan keyin nurg'un 18-19 qatimliq cho'ng urushlar oldu. Uhud'dan keyin mu'minlar sepi qana qilindi, g'alaba qildi asosan. Mag'lub bo'lib boqmadi. Nima ish qildi? Chunki Uhud şunda bir jang oldu ki Müslümanlar sepeni biz ibadetten degandek birden derecege ayırıp oltup pakizlevetti, tazelevetti. Kimning haqiqiy meydanda tura oladigan, kimning tura olmaydigan, kimninki sap iradeli, kimning iradasiz, bularning hammasi aydınlaştı, mesele uçuqlaştı, ötküzgen hatalıkları aldığı taşlandı, Müslümanlar savak ibretlerini aldı, ondan keyin Müslümanlar mağlup olmadı. Bu yerde Allah subhanahu wa ta'ala bizge şunu öğütüdü ki Resulullah'ın menhecinden çıkmaslık, Allah'ın menhecinden çıkmaslık del bizning g'albining asosi ekan. Degan bir lan asosi cho'ng savaqdan birini bizga Uhud urushini qanday qilib beryapti. Allah subhanahu wa ta'ala oyatning oxirisida keynimizga chekinmaslik haqida ogohlantirish beryapti. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Rasululloh o'lsa yoki o'ltirilsa Keynolaq çekinemizler. Kim keyniga çekinse Allah'a hiç neresine ziyan kilenmeydi. Allah yolda müstehkem tuğan Allah'ın bergen nimetlerine şükür qilganlarga bunu mukofotlay. Hem şehdeki keyniga çekiniş ameliy bir hareket. Bir adam aldığı kitap keyniga alsa keyniga çekiniş oldu. Bu nima yüz bergen Uhud urushida yüz bergen bazılar şu qana qildi, qaçtı keyniga. Bazılar Ubay ibn Ka'b bilan Medine tarafga qana qildi, ketdi. Yani bularning hammasi şu keyniga çekiniş ifodasi. Jang odatdagi oyatlarda ko'p hollarda mu'min emaslar jangda qochidi. İmanı acizlar, munofiqlar mush sifatlanadi. Oyatdagi inqalabtu ma'na aqabikum keyninglarga chekinish xuddi bizga bir narsani tasvirlayotdi. Yani jismoniy jihatdagi keyniga chekinishdan boshqa ruhiy jihatdagi keyniga chekinish. Ruhiy jihatdagi keyniga chekinishga nima desa, ashu munofiqlardan yuz bergan ahvollar. Masalan, Rasululloh o'ltirildi deb xabar taqilgandan keyin munofiqlar qanday qildi? Hammasi asosan keyniga chekindi. Nima dedi? Payg'ambar bo'lgan bo'lsa o'ltirilmaydi. Endi sizlar asta o'zingizning qarindoshi, o'zingizning diniga qaytolanglar deb musulmonlarni kushkurtiyotdi. Ma munofiqlarning aşkarlanışı oldu. İmanı acizrakları nima deydi? Voy Ubayning Qashqarib bizga bir Abu Sufyondan eminlik etpasi degandek bir ikkilinish oldu. Mush ahvollarni Anas ibn Nadr radhiyallohu anhu tasvirlab deydi: "Ey Allah, men Mavlaqa ishdan munofiqlikni ko'rsatib ada juda. Men bular bilan bilamas. Ey Allah, Mavlaqa ishdan özür dilemeyin imanı acizlar. İmanı acizlar mu'min, lekin imanı aciz. Bir tarafı münafık. Münafıklar ağ yapılgan bolsa, imanı acizlar ma şekilde temtirap kaldı. Biraz. Şundan Enes bin Nazır Mavludun adajuda, Mavludun özür dileymeyin deb ma şekilde özünün meydanına qana qildi, ifodaladi. Ifodaladi. Çünkü münafıklar endi Mavla işi tügüdü. Muhammed öldürüldü. Hemmesi keyniga çekinip qana qiladi bular. Diniga yanıdı degan ma şekilde ortaga chiqdi da bular. İmanı acizlar ma şekilde ortaga chiqdi. Demek keyniga chekinish ikki xil ma'noni o'z ichiga oladi. Birisi jismoniy jihatdagi keyniga chekinish, yana birisi ma'naviy jihatdagi nimaga chekinish, keyniga chekinish. Shundan vaqt munosabati bilan bugungi darsimiz mushada oxirlashdi. Kelasi soatlik darsimizda ko'rishamiz. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.